Abla, Berna, öyle şey tuttu. Öyle tuttu? Ne tuttu? Tarağında bizden oy ketken okşadı. Sen oylama. Bundaq olsa dada, nemişqa ozma emas, jiqma emas. 3 ay oldu. Şu emasmi? Men bek hayron. Dada nemish 3 ay deysiz? Hay vallahi o chonqur o'ylab ketadigan ish emas. Menimcha 3 ay muvofiq. 3 aydan uzun bo'lib ketsa, keyin sizlar avorchilik tatib qolasizlar. Qisqa o'sliq bo'lmaydi. Shunga shunday bekitgan. Ha, qani, çay ishkash, paranglashayli. Çay geldi. Rahmat, bolam, rahmat. Alafkam. Mashpay acha, rahmat. Alafkam. Berna ila. Rahmat dada. Ay, cesur kelmabdi-ku Berna. Cesurga. İşten tushib kelamda? Men cesur demayli kelyapti. Nima? Voy bu bunda qilsa. Shu dada cesur desam unmasmiki deb qo'rqib shu o'zimni kelyapgandim. Cesur bilmaydi da. Bolam, xudolar biladigan-da. Mencha ular hozir bilib oldi-ku deyman. Apalan hech kimga demay ketdi-ku. Ansirma dada, ishim bo'lmaydi. Ish qilibchi men ketmayman. Bolam, xudolar bilmayli kelsangiz ular ansirab qolarmiki? Voy shu, otanınız bilmiz ensiraydi qizim. Biroq men bunday qilsam, bu kelishim o'ng'ishli bo'lmaydi-da dada. Lekin cesurga demayli yolg'iz kelsangiz qanday bo'ldi o'singlar? Ansirman acha. Men kelgandan keyin cesurmi keldi? Shunday emasmi? Ha, bo'ptamsa. Shuncha dada, meni apqilay. Menchi bugundan boshlab 3 oy mushu o'tiray. Bulamda. Dada, ma'quldimi? Bo'lmamda? Bo'ldi, bolam, bo'ldi. Ha, bo'ldi. Bugundan boshlab mush o'tiring ha. Rahmat. Xislat. Endi sizmi bir turmush ishlarini bir. Voy dada. Ha. Ha, bo'ldi. Ish qilbardiganlar, ish qilmanglar, kechikib qolmanglar. Ha, Qaysar. Sen uydagi o'jrangni kelib nima pos bir nimalarni yig'ishtirib, meni uyamga akir, men bilan birga to'g'in. Nemişqa? Ashada o'yna. O'jrangni baka qilib, Berna achaga bergin. Sen men bilan yotqin, ha? Ha. Bolam siz birdan damel o'ylang. Atdiganda qo'pib aqchan biraz charchab qoldingiz, ha? Xislat. Men do'konimni bir achay, ha? Vayjon. Beşimden teşimi qatdı-ku. Voy balam, beşingning ishini teshini qatırmay, vaqtida ishingga bara kechiksa eli. Ha, ma qolgan qatqan sizlar yig'ishtiraytinglar, jimi? Qilaman. Nasırım cesur akıllı uyga akashgan. Ha, maqulda. Ay, bo'ldi yana. Ne var men? Qayerdan ishtirayapti? Rahmat akam. Darhol berib, Bernani qaytarib keling cesur. Gerçi o öz qaror chiqargan bo'lsa, bunda qis bo'lmaydi. Uning ketganligini bilmadingiz? Ben mi şu emdi bildim. Xotiningiz yuk taxtini yig'ishtirib chiqib ketsin bilmadingizmi? Şu kütüphanada kitap görüp oturup uxlab qaptı ben. Qanday bo'lishdan qat'iy nazar, Berna o'y berib tursa qat'iy bo'lmaydi. Bugun berib Bernani qaytarib keling. Bildingizmi? Bildim. Alımka, ben sizge dedim go. Ulan çokum kaytıp keledi dep. Bek yaxshi bo'ldi, ukam. Bu ish bek yaxshi bo'ldi. Alımka, qaraganda o'yinimiz xeyli kuchini ko'rsatdi-da. Bu ishdan sizni bek to'la avar qildim. Sizga rahmat, ukam. Yo'q, Alımka, unda dema. İşinamsiz, ishonmamsiz bilmadim. Bu qitimqi delo men yo'liqqan delolar ichidagi eng ahamiyatli bir delo bo'ldi. Alımka, navodi balaringiz niyatidan yenib olsa, men davomli bu o'yinni siz bilan birga o'ynashga tayyor. Rahmat, ukam. Rahmat. Ish boramsan? Ha. Kim o? Sen misin? Nima bo'lsa?
Berna qani? Hujrana. Qo'y, bu ochiq ekan. Deyman. Chiqib yerlikdan to'g'ri. Cho'ng urush chiqib ketdi. Sizdan chiqmay. Cesur. Tez kelibsiz-ku. Men taqsin kechkilam kelibdiman. Bu yerdan chiqyapsiz. Men dadam bilan kelishganim bo'yicha buniki mushu turish qaror qildim. Kim sizga bunday qilin dedi? Hech kim undadim-de. Shu o'zim mush qarorni chiqardim. Menga bir gapni qilib qo'ymay. Berna, sizlar nima o'ylayapsiz? Nima bunchalar chiqlaysiz? Men o'zingizning fikri olsin deganmi, shunda degan-ku? Shunda bo'lsa menga bir maslahat berib qo'yishingiz kerak-ku. Sizga maslahat solsam, siz meni tutib olasiz. Siz hozir dadam bilan opamning ko'ziga qaraydigan tursiz. Nazardan selang, ha? Yo'q. Dadangiz opangizni saqlayotdi. Men ketmayman. Men dadam bilan aran test kelishdim. Men ketsam kelishim buzildi. Nazardan selang deyapman Berna. Yo'q dedim. Bu men uchun tunji qayta mustaqil qaror chiqarishim, mening qarorim hurmatlang. Men mushu yerda 3 oy turganim turgan. Cesur, men ketmayman. Berna! Berna! Amma. Cesur, men akitman deydi, men tez yo'shirib qo'ysammi? Qayda? Tez og'izdan o'yin kiringlar ochdi. Berna! 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 Shuncha? Men ketmayman. Berna, nimada qilsa shuncha? Men niyatimni yondirolmaysiz. Men mushu yerda 3 oy turganim turg'asiz bilib qolsangiz bo'ldi. Berna, shuncha? Oy Cesur. Bo'ldi qila bolam bo'ldi. Senço qara, tezroq doktorxonaga ishga berivergin. Buchu sening xolig'ingdek bo'ldigan ish emas. Shu emas, bu qara yuk taqini map ketdi. Kep bo'lganimi, aytman debsam. Bu sizlar bunda degan bilan uning uydagilar ochiqdan yerilib ketay deyapsiz. Voy bilme balam, bilme. Oy sen ondan düşünme. Lekin Berna ketmeymen davassa. Ha? Menço Berna ondan nasihat qilay. Sen onguchu doktorxonaga ishga berib, kechdi baldırroq ishdan tushib kel. Ondan keyin birim deyishayli. Ma'qulmi? Balam. Nima? Cesur, siz o'zingiz yenib chiqdingizmi? Bo'ldi apa, bo'ldi, xotirjam bo'ling, ha. Men ishdan tushib elib boray. Cesur. Bu Berna siz nima desiz anglaydigan to'sa, ha? Acaba uyingizdagilar birdamlik Bernaga gapga yutib, sizning gapingizni anglamas qilib ko'pdi-da? Hey apa, undami deb ketma. Bo'ldi. Bunda quruq gaplarni anglim yo'q. Cesur, men deb qo'yay. Agar Bernani bir kun qaytarib aytganmisangiz, men bu ishni bunday qilib bo'lib ketmayman. Direktor, bugungi xizmat kun tartibini doklad qilay. Xizmat. 3 oy ichida mendimi yaxshi nomzod yo'q sizga? Nima? Qo'shilmaymi? Undaqda mush gaplaringizning hammani dadamning oldida bir so'zni qoldirmay turib deyalamsiz, direktor. Demaysiz. Ham bunda qilmaysiz shundaq-ku? Bu men Undaq bo'lganda ekan, bo'ldi, mishaygich bo'lsin. Ishlarimga aralashma. Ko'nglingizni ko'pdan ko'p rahmat. Undaqda bugungi kun tartibini doklad qilay, direktor. Qalğaç markalı sopun paraşoki vətibə hər gün çıxır ötüb. Voy nimaning? Kırnan. Qalğaç markalı sopun paraşoki. Mən Dilkan Xalqara Soda çəkiliş şirkəti tajdorligini olğan Ot Arzusu filmidagi Polat direktor. Dilkan sizlarga nima tayyorlagandi? U zodi nimidi? U zodi nima tayyorlagandi? Diqqatingiz ekranda bo'lsin. Rahmat.
Yana sizni avar qildim, qo'shnam. Hech qisi yo'q. Vallahi bilan aplashib qolganingiz pek yaxshi bo'ldi. Shuni danga. Qani iching. Oy. Xudam, yaxshimi? Undan turdingizmi? Yaxshimi? Uy kirayli. Bo'ldi. Men demasam, nima kelganini bilsiz-ku deyman. Berna uyda, uy kirayli. Bo'ldi, mishat paranglashayli. Emis bu yoqqa kirayli. Jiring, qani. Parizod. Berna'nın opsi kepti. Dükkanda oturdu. Berna! Voy balam, nima vaqiraysan? Xudun kepti. Qaysi xudun? Berna'nın opisichu. Ha, u xotun kepti-da. Nima shopdi amma? Kim kepti? Qudi kepti, quda. Nima? Opam keptimi? Men aketgilga yaxshimamdi. Siz bir chiqib kirsangiz bo'g'dakchimi? Men chiqsam bo'lmaydi, men chiqsam men akasi kelishim beka olmamdi. Ammo Voy balam, bak jiddiyleşmeyi topturun ha. Ha balam, qudu nerede? Tag'am bilan do'konda birlikka. Balam, sizlar topturunlar. Menchu o'zim bir kirib chiqay, ha? ammo Sizchu ansirmang. Opam o'z bir taraf qila oladi. Hozir mening gelimdan sum o'tmaydi, xudo. Bernani chaqirib passingiz bo'pti. Bu to'yimga tazim bir ko'ngilsiz to'y bo'lgan. Bu sizlarning oyda qiziqishlar yuz berdi ekan, ha? Odamga xotirjamlikmi yo'q? Bak sat oldu xudam. Endi Xudam, men chiqib kep qilmay. Bernani sizlarga chaqirib beraman. Voy xush kelibsiz xudam. Qanday xina? Ha, qani o'tiring. Shu, Bernani avval kelgan. Berna ketmeymen deydi. voy nimanda gap qilsa. Voy shu aka. Voy Berna o'z ketmeymen, men qanday qilatdim? Berna vago bu uyni bek yaxshi ko'rib qoldim. Mushu uyda turg'im bor deydi. Qiziq gap bo'ldi bu. Sizlar qizimni uyga solab qo'ymagansizlar? Qanday gap bo'ldi bu? Voy cho'ng odamni qanday sulab qo'ygani bo'lsin? O'zi kelgan tursa, o'zi ketmeymen desa, biz qanday qila olaydik? Mening o qizimchi qarang, bek oq ko'ngil, bek sodda. Bu qudam bağı arznoma yozib uni ekib olgan. Voy hech nima yo'q. Bundoq deb ketmayli. Bernavargo, agar sizni bek ansirasa, o'zingiz kirib suzishib boqmaqsiz. Bizning Berna xuddi yog'nonchilik börekdek cho'ng bo'lgan. Sizlar uni bu javob qo'ymoqchimi? Xudam. Berna siz uchun yog'ning ichidagi börek bo'lsa, biz uchunmi shundoqli o'xshash. U degan bizning o'zimizning bolamizga o'xshash tursa, unda ansirab ketmang. 3 yil emas. Faqatli 3 oy. Meningmi o'g'lim kelinim bilan birga turish huquqim bor deb o'ylayman. Qudam. Parvar. Qudamni uyga boshlaylik ukam. Voy boshlay aka. Boshlay. Qani uy kirli. Hech o'qiyni bek yaxshi ko'rdim-chu. Sirayliqa. Mamma. Keldim afka. Sen parangizni yezma.
Xopuna Berna. Xopuna Berna. Sizlar nima qilmoqchi? Bunda qilishim sabab faqat birla. Siz uchun. Unda siz bu ishlarga aralashmanglar, o'zi emas, qilay. Uyingizdagilarning oldida meni bir tanqislikda qo'ymang, Berna. Bilan dadam bilan kelishib bo'lgansa, nimadan tumsin qildi? Berna. Ketgan so'z o'zingiz keting. Ishxonaga ketmayman. Ben muşlarının hemmisini siz için qilyapman. Siz tek tushunmadingizmi? Voy balam, ne oldu? Ama cesur men aytman deydi. Voy Cesur, nima ish qilyapsiz balam? Meni amal amma. Oy, Cesur, bundaq joylik qilma. Bernani o'zmaylik qo'yib bera. Neymiş bo'ldi? Yana qanday qalayim qajib chiqyapti? Dada cesur men aytman deydi. Neymiş qaytdi ekan? Bilmayaptimsa dada. Bu bo'layotgan qalaymiqanchiqning hammasi sening sababingdir. Sen mendan norozi bo'layotgan o'xshamamsa? Bo'ldi. Bu ish oson. Nerede ko'rishligimizni bilsan-ku? Bilaman. Obdan bilaman. Bunda qiynalib yurgandan sotib ko'rishsak ko'rishaylar bo'ldi. Yo'q, dada bizda hech bo'lgan-ku dada. Dada. Sen nima maqsadda bunda qilmoqligini bilmasammi? Lekin mening qilmoqlashlarimning hammasi ahamiyatsiz. Berna, juramiz ketaylik. Men ketmayman. Joyliqma jurama. Ketmayman. Hey Cesur. Ketmamsiz? İxtiyorimiz. Cesur. Qo'y, yana o'zingiz yolg'iz kelibsiz-ku, Bernachi. Berna o joyliq qilib kagil unimidi. Shundoq deblam Bernani yolg'iz qo'yib keldingizmi? Aba o o'zi unimisi mendan nima amal? Siz qandoq asta? O nima ish kerak bo'lmaydi? Berna degan jahondagi eng oq ko'ngil, eng yavash bir bola. Shundoq bola. Asta. Men hozir baqo nima ishini bilmayapman. Og'zimga gapim kelmayapti-ku. Ochishdan yerlaydan qoldi adam. Nima qilayim qo'shiq bu? Bunda bo'lishini kim bilgan? Balam, ana chiqma. Hey, yaptı bu balam? Chiqibsan dada. Yaxshi, yaxshi balam. Keling.
Hoşup ketkinmi? Qiynoq xo'shimdiki. Bugün naştılıkla pek okşağandak kıldı. Voy aka, san tetigidek naşılık oldu icimi? Uyqusi qilmaganda qashqandek turdi. Oy, yine şair balam tili çıkıp kaldı. Peylası okup gidiyordu bu çocuk. Kene, kinala. O'tira. Kilim bala da kopmaptı mı? Ha, men chaqiray. Ha, ma'qul kızım. Kira. Nada. Dada, turg'ay. Men noshta qilmayman. Tağamның şartının birisi, çoqum atdigan turib bil noshta qilish kerak. Tur. Su. Nima? Bir stakan su. Su. Siz bilmaysiz ha. Buningdagi men uyg'otganda bir stakan su ag'ash kiramiz. Meni atdi o'rnimni qo'yib suv ichirga atdim batdi. Ha ma'qul. Bundan so'yilib kirib o'g'day. Yuzim ishib ketibdimi? Yo'q. Shuna chiroyli. Amis men kiyimimni yangilab chiqay. Ha ma'qul. Rahmet kızım. Kechiringlar, saqlatib qo'ydim. Ha, keling. Dada, yaxshi qilibsizmi? Yaxshi kızım. Hammaga yaxshi aramabsizlarmi? Siz çok kızım. Yaxshi dada, shu o'rnim almashqachqa, oqshom kecha uxlayolmay atdigan vaqt qo'yib qoldim. Kechiringlar, sat oldi. Hiç gap yok. Rana, bir stakan suv keltir. Ma'qul. Tinimsiz hayotda arzu armonlarimizni qo'g'lab, shiroqlarga ketib qoladi ekanmiz.